Hürmetli vatandaş, bugünkü lekşiyimizi başlayımız. Lekşiyeri siz Gacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislağ 2023 yıl 9. ayının 22. günü ettiği cüme vatandaş. Bugünkü leksiyeli asasen Uygurlar doğrusu da. Mesela Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi Avam Palatası Cumhur Münasebeti Fevkalade Komitetinin reisi Mike Gallagher Uygur doğrusu makullangan iki parça kanun, biri Uygur Kişilik Hukuk ve Siyaset Kanunu, ikincisi Uygurlarını mecburi emgek selişte saklanış kanunu. Bu içe bu kanunun royu ve maddelerini devamlaştırıp Cumhur hükümetine devamlı besim işiltiş doğrusu da Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden hükümetine xat yollagan gep vatandaş. Bu xatta mesela yukarı kanunlarının maddeleri asaslanıp Şinjan Uygur Abnum Rayını Uygurlar ve başka asallıklar qaratgan kişilik hukukunu defsendi qilish ve mecburi emgek selish qatnaşgan şahsiler ve şirketler allaqachon embargo qilingan edi. Endi hükümetinin bu kanunların devamlı icra qilishini Devlet Meclisi'nin a'zolari, mesela Fevkalade Komitetinin reisi Avam Palatası Mike Gallagher yazgan xat ve başka bir gruppa Devlet Meclisi a'zolari Prezident Joe Biden hükümetinin bunu devamlı icra qilishini, devamlı sürüştü qilishini iltimas qildi, talab qildi, yoki murojaat qildi. Xatda mundaq ko'rsatildi yana. Cumhur Halk Cumhuriyeti hükümeti yol qo'ygan Uyg'ur qirg'inchiligi harakatiga javobgar bo'lmay qolmaydi. Amerika harakat qo'llanishi kerak. Cumhur Halk Cumhuriyetining va bu ishni keltirib chiqaruvchilarning mas'uliyati surishti qilinishi kerak deb ko'rsatdi Fevkalade Komitetining reisi Mike Gallagher. Bularning ichida Muş işki kanun makullanışının aldı keynede Cumhuriyeti mesela Şinjan Uygur Abdunum Rayı'nda müstemlik Uyguristan'da 8 neferde kişi embargo qilindi. Muşu kişilik hukukuna xilaf ve kişilik hukuka xilaflı qilish ve Uygur qirg'inchiligini yol qo'yish jihatda hozir shu moddalar shu qonun bo'yicha buni davomli ijro qilish to'g'risida Mike Gallagher hukumatga, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga murojaat e'lon qildi vatandaşım. Yani ikinci bir haber nima ekan desangiz, bu yil 2 ayning 14 günü 17 kunlar oralig'ida Şinjan Uygur Abnum Rayını, yani müstemlik Uyguristan'ın Qorchaq reisi Erkin Toniyaz'ni Yevropaga ziyaretga avatib, Cumhur Kompartiyasi oxirgi nishonda Angliyaga yetib bormoqchi edi. Bu ziyoratchilar biroq Angliya parlamentida parlament a'zolari qarshi turganligi uchun Erkin Toniyaz Yevropadagi ziyoratini davomlashtirib olmadi yoki yerim yo'lda to'xtatib qo'ydi. Endi hozir anlasak Şinjan gazeti. Mesela Şinjan Rıbo degeni bu 9. ayının 11. kunları etrafında e'lon qilgan bir parça maqolasi da hozir bu Erkin Toniyazning Yevropaga o'tib Vengriyani ziyorat qilganligini eg'iz qapti. Endi Vengriyani ziyorat qilishi masalan elektrik, batarya ve münasebetlik ximiyevi mahsulotlarni Vengriyadan import qilish ve bu orqali elektrik batarya yasab uni Germaniyada savdo qilish degandek. Mushundaq maqsadlar dedi. Gap shulimi va yoki hozir Uygur taxi mavjud. Onu biz Qorchaq reis desakmi, resmiy reis desakmi hozir Abdunum Rayı'nda, Uygur Abdunum Rayı'nda Erkin Toniyaz degan bir arbobba bir kishi bor deb xalqaroga ko'z qilish va ko'rsatish uchun onu Yevropa yoki Vengriyadagi davlatlarga avatdimi? Bunisini bilmaymiz. Qilib Erkin Toniyaz Vengriyaga berdi. Bu yerda bir gap vatandaş.
Vengriyanın veziri 2014-yili Amerikada bir tadqiqatçı Vengriyalik Budapest Üniversitesi'nin profesörü Motra demdi muş kişiden aytışa qaraganda bu 2014-yili bu Vengriyanın veziri Orban nime depdi deseniz qimmat qarashlarını ölçem qilib kishilik huquq va yoki boshqa kishilik huquq deyilganmapti. Qimmat qarashlarını ölçem qilib davlatlar munosabati va bardi keldi qilishning o'zi bir ahmoqlik. Yani mush odamga nisbatan mush davlat raisiga nisbatan aytganda bu bir numus qilarlik ish aslida bo'lganda numus qilish kerak masalan. Chunki Vengriya tarixida 1956-yilda Emirdagi voqeasi yuz bergan edi. Vengriya poytaxti Budapestda Emirnagi voqeasi yuz berdi. Emirnagi sotsializm lageriga degan sotsializm lageriga. Ochiq aytganda kommunizmga shu vaqtki kommunizm va yemisiga. Uning nazariy sohasidagi ko'langisi va amaliyatiga amaliyat jarayoniga qarshi Vengriyada namoyish qilib, bu namoyishni shu vaqtki Rossiya armiyasi bostirgan edi vatandosh. Mushundaq bir davlat masalan Emirnagidek büyük bir erbabni o'stirib, cho'ng qilib, qataga qo'shib degandek Uyg'ur tili bilan aytganda bir xalqaro siyosiy harakat faoliyatlarda yo'q sobiq sovetlarning bizga ideologiyalik hukmronlik qilishini yoki Marksizm bilan hukmronlik qilishni qabul qilmaymiz deydigan darajaga yetgan bir qahramon yashagan Vengriyada bugun qimmat qarashlarini davlatlararo bodakalda qilishning o'lchami qilib olish bu ahmoqlik deydigan yana bir vazir Orban degan vazir o'tirg'i chiqibdi. Bu kishi demakchi bo'lgani biz Jungo bilan munosabat qilamiz. Yoki buni tushuntirganda Orbanning Vengriyaning Jungo bilan munosabat qilishi mushu kunda pragmatizmlik, ya'ni suiiste'molchilik, foyda elish, naf elish, savdo qilish, dollar xarjlash. Bundaq aytganda hozirgi insoniyatning qimmat qarashlari o'lchamlarini bir yoq qayirib qo'yib, masalan hozirgi insoniyatning axloq qarashlari va axloq o'lchamlarini bir yoq qayirib qo'yib, faqat dollarning qayindan gap qilish bu bugun Vengriyadagi Orban qatorliq odamlarga o'xshash bir ish o'tadi. Orban qatorliq odamlarning ijodiyatiga manfaat ko'z qarashi yo'lida vatandosh. Hozir shu Vengriya shundaq munosabatda Jungoga ko'ynib turgan vaqtda Erkin Tonyaz Abnum rayonining Uyg'ur Abnum rayonining raisi Vengriyani ziyorat qildi. O ziyorat jarayonida Vengriyaning hukumat boshliqlarini qabul qilyapti, ko'rishibdi degandek e'tibor beribdi. Biroq Vengriya matbuotlari bilan yuqorqi Muratda deydigan professorning aytishiga qaraganda Vengriya hukumati yoki Vengriya matbuotlari bu Erkin Tonyaz degan odamning Şinjan Uyg'ur Abnum rayonidan kelgan rais ekanligi va Vengriyani ziyorat qilganligi to'g'risida hech qanday xabar tarqatmoqda. Buning sababi Erkin Tonyazning Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquqi xiloflik qildi deyilgan Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik rahbarlik qatlamidagi shaxsiylar qatorida embargo qilingan odam edi. Belki shuningda cho'chidimi Vengriya va yoki boshqa maqsad bilan buni hukmlanmaydi. Bu bir yangi xabarkan, masalan Erkin Tonyaz degan bir Uyg'ur kishi navbat Vengriyani ziyorat qilibdi desiniz, bu bir yangi xabarkan, shuni sizlarga yetkazay dedim vatandoshim. Bugundan aytganda atrofga qaraydigan bo'lsak, hozir sizlarga tahlil qilib bergidek bir parcha bugun xabar taqkimidi. Bundan keyin kelishi mumkin. Yani vatandoshlarga moshini olsin bugun bekor vaqtni o'tkazmay, vaqtni bekor o'tkazmay sizlarga yetkazdik vatandoshlar buni. Bu yerda bir qismanlikda aytgan vaqtda bu cho'ng gap emas. Uningdan keyin Xanjin apandi Jungo Kompartiyasi muavin davlat raisi shundaqla 7 doimiy hay'atning birisi. Bu qatam sizlarga o'tganda so'zlagandek biz Xanjin
Birleşken Devletler Teşkilatı'na umum yığınıga kelip, odatdagi munozara qatnashadi deganidek, bu qitim kelib odatdagi munozara qatnashibdi. Munozara degan so'zi birinchisi biz barliq imkoniyatimizni ishga solib, Tayvanni birlik keltiramiz debdi, bu Jungoning shuari deydi. İkincisi Xanjing Efendi debdi, baxtlik turmush ko'chirsizlar, buning o'zi kishilik huquq deb. Bu qaltis gapga Xanjing Efendilar bir qo'saqning to'yishi va qo'saqning to'ymasligini kishilik huquqqa bog'liq qilib qo'yibdi. Bu xato emas. Bu xato emas. Bir tekni aytganda, masalan, Xanjing falsafasi va Jungo davlat rahbarlari falsafasi desa bo'ladi buni. Qo'saqning to'yishi va to'ymasligini kishilik huquq degan huquq bilan birlashtirish. Xanjing Efendi bu yerda aytayotgan bir narsa turmush bayoshat bo'lsa, baxtlik bo'lsa, kishilik huquq degan shu deganda, demak bu yerda kishilik huquq Uyg'urlar masalasiga berib qaratilgan va shu to'g'rida so'zlangan bo'lsa, Xanjing Efendi, marhamat, siz Uyg'urlarga bergan baxtlik turmush nima? Baxtlik turmushni Uyg'urlarga qaysi shaklda topshirdingiz? Qaysi shaklda yaratib berdingiz? Bütün insoniyat hozir kishilik huquq tadbir va kishilik huquq falsafasi, kishilik huquq siyosatlari va yoki kishilik huquq o'lchamlari qatorida Xanjing Efendi faqat bir o'lcham bor, bilib oling Xanjing Efendi. Odamlarning, fuqarolarning yoki Uyg'urdek mustamlika millatlarning xotirjamligi, amilligi, tinch osoyish turmush ichida, masalan, mustamlika qilingan sharoitda normal mustamlika qilingan turmushning sharoiti ichida xotirjam, aminlik va osoyish ichida yashash ruxsat qilish birinchi o'lcham shu. Uyg'urlarga shunday sharoit yaratib berdingmi Xanjing Efendi? Reis Xanjing Efendi yo'q. Şunu sizin aytayotgan baxtlik turmush ko'chirish kishilik huquq deganingiz bu yerda qip-qizil sapsatga aylandi. Xanjing Efendi bütün turmushning manbai, turmushni qancha shaklda, qaysi shaklda tushundiran Xanjing Efendining manbai huquq, kishilik huquq, odatdagi insonning huquqi ve yoki sizin atalmış kanununuzda belgelengen hukuki, kısası insanın tabii hukuki. Ular kanundaki hukuk, o berilgen hukuk. Mesela diktatora arkalık berilgen hukuk. Asli hukuk tabiattaki hukuk, tabiattaki tabii hukuk. Muş hukuk Uygurlarning özünün hukuk ve Uygurlar bahrimen boluduğun hukuk ve paydalanadigan hukuk. Bu hukukni Uyg'urlarga berdingizmi yoki Uyg'urlarning qo'lidan tortib oldingizmi? Qonun tuzib, asosiy qonun tuzib Xanjing Efendi gapmayadi. Tekstidan aytsangiz, ishning hammasi huquq masalasi. Sizning baxtlik turmush berish bermasga kimsiz? Xanjing Efendi Shanxaylik odam Shanxaydan kelib, Xunanlik odam Xunandan kelib, atalmış Şinjan Uygur Abdunam Rayin yani müstemlike Uyguristan'da Uygurlarga baxt ata qiladi dese bu külkülük bir sebep bo'lib qoladi. Hem de külkülük bir natija, hem külkülük sebep, külkülük bir metod bo'lib qoldi Xanjing Efendi. Bu qanday gap? Shanxaylik Xanjing, Xunanlik Wang Hulu, Zhejianglik Jiang Shuji deganlar Şinjan Uygur Abdunum Rayin degan ma'muriy rayonga yoki mustamlika rayonga berib, Uyg'urlarga baxtlik turmush ato qiladi desa, bu kulkilik bo'ladi, masxara bo'ladi. Yoki 21-asrda so'zlanayotgan afsona bo'ladi. 21-asrda qayd qilinayotgan rivoyat bo'ladi Xanjing Efendi. Siz hozir Birleşken Devletler Teşkilatı şu rivayetni so'zlabsiz. Bununla yarışa Amerika Uygurlar Cemiyeti'nin reisi Elpida İltabir Katarlık Uygur faaliyetçiler New York görüp namayiş qilibdi. Sizin bu gaplarınız qarşı tanqid yurgizibdi
ve hazırgıçı ceza lageri ve türmelerini bekar kılmaganlığınızdan. Şunun için bunu bekar kılış kereklikini hem de alaka münasebetler chet eldeki Uygurlarla vatandaşlık Uygur aile tavabetlerini alakasını rivojlandırış doğrusu da fikir kılıptı. New York şehriga berip Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sırtıda namoyish qilgan Al-Fida İltabir başçılığındaki faaliyetçilerge alayda rahmet eytimiz vatandaş. To'xtab qolmaslik. Gegelning Germaniyalik faylasuf Gegelning qalamidagi milliy ruh degan nima? Milliy ruh degan nima? Dünya ve alem ruhi degan nima? Milliy ruh to'g'risida faylasuf Gegel dedi ki to'xtamay kurash qilish. To'xtamay harakat qilish. Bir daqiqa bir sekund to'xtab qolmasak. Davamlashtirish. Taxminan ma'nosi shumi? Davamlashtirish. Qat'iy holda davamlashtirish. Nimani? Maqsadni, muddaoni chiqish nuqta qilgan, masalan, erkinlik uchun, ozodlik uchun elib boriladigan harakatni adaq davamlashtirish. Mana bu bir millatning millat royidir.